Men istadim birta munojotni Navoiy hazratlarining Xamsa asaridan o'qisak va holbatavon ustiga tafakkur qilib o'tsak. Hayratul Abror dostonidan 4-munojot. Dar haqiqat Navoiy hazratlari bu yerda ya'ni insonlarni, osiy insonlarni gunohi karam so'zi haqida to'xtalib o'tadi ko'proq. Butun munojot ulug' payg'ambarimiz, ulug' Rabbimizning karam dengizi haqida, qiyomat kunida osiylarga, gunohkorlarga qay daraja bo'ladi shu haqida aytgan. Ey karaming avlada ko'hi gunoh, yelga uchib o'ylaki bir parriko. Ya'ni seni karaming, judu baxshishing oldida butun ko'p toqqa teng bo'lgan gunohlar ham go'yoki shamolga, samonni pari qanchalik ahamiyati bo'lsa shu daraja. Ya'ni unchalik uni og'irligi yo'q. Nechaki jam bo'lsa samon ko'p, yel qoshida anga ne bo'lg'ayishku. Biz samonni qancha ko'p qilib, to'q qilib yig'sak, og'ir bir to'fon qarshisida samonda shu ko'hi hashamati hech nima emas, elga uchib ketadi. Jumla jahon ahli xato qilsalar, jurm bilan noma qaro qilsalar, nomani oq aylamak oson senga, kim yo'qoshar amirda nuqson senga. Butun olam ahli, butun barcha qaroliklari, rusiyoliklari, qaroyizliklari bilan ham agar yoningda kelsa, qoshingda kelsa, ularning nomasini oqaylash uchun seni oldinga hech qanday nuqson, seni karamingni qarshisida hech qanday nuqson kelmaydi. Tunki tuzub sho'bada hangomasin, qildi qaro ahli jahon nomasin. Lutf quyoshiga chu berding zuhur, mehr ila qilding bor zulmatni nur. Kecha qarong'ilik, zulmat asosida bir butun jahon ahli nomasiga qaro bo'ldi. Sen lutf quyoshiga zuhur berding, tulu berding. Barchasini shu mehr bilan, oftob bilan hamma zulmatlarni butunlay o'rtadan eltding. Chun sanani ayladi yel kiynidan, gulni nihon sunbul mushkinidan, yelni qilib chobike burqa ruboy, kecha savodida ayon qilding oy. Sen qarong'ilik kecha, bu yerga kechadan maqsad zulmat, qarong'ilik. Shu zulmatda go'yoki gunohlar bilan insonlarning ustida qaro burqa tushgan edi. Shu bilan sen qarong'i kechada oyni paydo qilding. Ya'ni shu karam bilan butun bor mavjudotni, gunohlarini bag'ishlading. Avf chirog'i qachon ulg'oy yoriq, qilmasa isyon tuni osi yozuq. Jurm o'taga bo'lmasa gar shu olatiz, avr karam qayda bo'lur qatri rez. Seni avf chirog'ing agar gunohkorlar, isyonkorlarni gunosi, jurmi ular isyonkorlar bo'lmagan holda seni avf chirog'ing, o'sha baxshish chirog'ing qachon yoqiladi, qachon ro'shan bo'ladi? Bu sho'la bilan insonlar nima, o'sha temirni ham agar zang bosgan bo'lsa, uni sho'la bilan, olov bilan uni tozalash, yangilash, asliyatga qaytarish mumkin. Shu ham shu sho'la vositasida bo'lmasa, seni abr karamingni, karaming bulutlarini, qatralari qachon yog'adi bizning ustimizga? Qilmasa oluda etak xirqapush, hojat emas bahri inoyatga jo'sh. Agar xirqapushlar etagini o'zini gunohga bostirmasa, u gunoh oluda bo'lmasa, etagi oluda bo'lmasa, bahri inoyatingga jo'shga hojat qolmaydi. Yiqmasa may aylavon elni asir, lutfiligi kimga bo'lur dastgir? Zuhdila qavmiga varaq qildilar, qilgan uchun muz tama qildilar. Agar biz gunohi bilan, insonlar gunohi bilan
seni eshigingga kelmasa, seni lutf qo'li bilan qachon ularni dastgir qila olasan? Qavmiki zuhud bilan, taqvo bilan zuhudga intildilar, vara qildilar. Ular shu varasi muqobilda zuhudi muqobiliga muzd tama qiladilar. Har amali kim kishi xayr aylagay, komi bu kim ravzada sayr aylagay. Yer yuzidagi insonlarni har birta xayr amali oqibatida ular ravzai jannatda sayr qilish niyatlari bor. Shu uchun insonlar ko'proq xayr ishlarni qiladilar. Aylamagan may bila oludalab, tongla qilur bodi kavsar talab. Yani u kishiki bu dunyoda may bila o'zini labini oluda qilmagan kishi u tomonda bodi kavsar bodasini talab qiladi. Yani bu dunyoda insonlarni dodiga, insonlarni ehson nimasiga eshitmaganlar ham bir qator odamlar borki, u tomonda seni buyrug'ingga bo'ysunmaganlar ham bu tomonda o'sha kavsar bodasidan talab qilib turgan. Munda jamil istamagan hech kas handa qilur hur jamolin havas. Seni jamilingga mahv bo'lmagan, haqiqiy ishq ortidan ketmaganlar u tomonda urni jamolini havas qilib turganlarga qaradi. Go'shay vayronani qilgan pana qasri murassatlar oramga. Bu yerda insonlarni haqiqiy o'sha o'zini insonlar o'sha xalifalik vazifasiga yetishmaganlar bir vayronaga borib kirganlar, u tomonda murassa qasrlar tilaydi, oromgoh joylar tilaydi. Har kishi bir qatla tamattu qilar, muzdini 100 oncha tavaqqa qilar. Bu dunyoda bir narsa uchun tamani uzgan odamlar bu yerda bitta tamani agar xohishot, nafsiy xohishlarini oldini to'sgan bo'lsa, u tomonga 100 barobar mustalab turganlarni ko'rdim deydi. Ahli vara agar bor muzd olsalar, vara qilganlar, zuhud qilganlar, taqvo qilgan kishilar agar muzd olsa, nomasiya xalq boqib qolsalar, nomalari qaro bo'lgan gunohkor xalqlar agar hayron bo'lib qolsa qiyomat kunida aylamaging af, xato pas qani, bahri karam birla ato pas qani. Sen bu nomasi siyo bo'lganlarga af qilmasang, ularni kechirmasang, bu bahri karamidan ato qilib ketdi. Bu men ato qilaman bahri karam dengizdan Rahmon Rahimlining qilib ketdi deydi. Lutfi karam bahri labolab turib, bir necha lab tashnaning og'zi qurib. Lutfu karamingni bahri lim-molim to'lib turgan bir paytda bir qancha nomasi siyo bo'lganlar, nomasi qaro bo'lganlar ki lab tashna bo'lib suvsab turadilar, barchalarini tashnalab o'ltirmagin. Yo bu tengiz tegrasidan surmagin. Sen bularni barchasiniki lab tashna qilmaysan. Yoki bu dengizni bahr karam dengizini atrofidan, chegarasidan ki uzoqlashtirmaysan. Mumkin erurmi ekan oyo bu ish? Aylagasin sen har ish illo bu ish. Bu ish mumkinmi ki sen buncha gunohkor xalqni bahri karamingdan sursang, barcha ishni qilasan, lekin bu ish mumkin emas. Seni karamingni, lutfingni, bag'ishingni muqobilida shu nomasi qaro bo'lgan xalqni shu bahr karaming bahrini atrofidan, chegarasidan sursang, ya'ni ularga ato bo'lmasa, har kishi osiy va gunohkorroq, avfila rahmatga sazovorroq. U kishi rahmatga sazovorki, gunosi ko'p, gunosi bo'lmagan vara qilgan kishilarki, u zotan o'zi muzdini olgan. Ahli vara ajri bo'lib gar behisht, ko'ysa tomoq o'tiga isyon sirisht. Vara qilgan kishilarni agar ajri, muzdi, podoshi agar behisht bo'lsa, agar isyon qilganlar, gunoh qilganlar, gunohga bulg'anganlar ko'ysalar tomoqqa, ul topibon ravzani istag'firoq do'za qarab bo'lsa, bunga dardu dog'. U kishiki vara qilgan, u kishiki zuhud qilgan va unga agar jannat bo'lsa, behisht bo'lsa, bu kishiki gunohkordir, unga do'zax nasib qilsang, lutfu karam ganjini netking durur. Sen lutfu karam ganjini nima qilasan? Qayerga bu ishlaydi? Kimga ato bu karam etking durur? U kishiga vara qilgan edi, zuhud qilgan edi, gunohdan o'zini tiygan edi,
butun buyruqlaringga bo'ysungan edi, ularga behishт nasib qilding. U kishilarga gunohkor edi, gunohkorlarga do'zax ato qilding. Pas bu karamni, lutfni, bu Rahmon Rahimlikni kimga ato qilasan, kimlarga ato bo'ladi? Bir necha muhtoj va asir va gado yuzlari silli gunohdan qaro. Bir necha kishilarki ular muhtoj va asir va gadodir, ularning yuzlari gunohni shaffoti bilan, sillisi bilan qaro bo'lgan. Qaytsa xoni na'mingdan sening, hosho lutfu karamingdan sening. Mabodo seni ne'matlaring dasturxonidan ular mahrum qolsa, bu karamingdan, bu lutfu karamingdan bu mumkin emas. Xon anga yoyig'ilki erur mushtahi to'q yemasar yesa bo'lur mumtali. Sen dasturxonda u kishilarga yoziladiki, ne'mating dasturxoni o'sha kishilarga och. To'qlarga bu isrof. To'qlarni mumkin emas. O'tsa qurib qolgan ekindan bulut. Bahruza yo asari yog'di va yo yog'di tut. Agar bulut bitta ekinzor qurib qolgan bir ekinni ustidan bulut o'tsa, u yog'sa, u yog'masa, ansabanga luqma kul ochilur, avlo anga to'n kiyadan ochilur. Luqmani u kishiga beriladiki, u och. To'nni u kishiga kiydiriladi-ki, u yalang'och bo'lgan. Kiyim kiydirish yalang'ochlarga munosib. Luqmani ochlarga berishga nima? Bu bor afsonai behudadir. Men aytganlar hammasi bular bir afsonai behuda edi. Kimki sen ummidisan, osudadir. U sen umidi bo'lgan xalq, u kishilarki senga iymon keltirgan, u sen umidi bo'lgansan. Bu gunoh, bu isyon, bu men aytib o'tgan ikkita masala, bular hammasi bir afsona edi deb men so'yladim. U kimki sen ummidisan, osudadir. U kimki sen ummidisan unga, u seni dargohidan umid qilgan, u hech qanday xavfi, qo'rqishi yo'q. Yora burada karaming bahri jo'sh, cheksalar ulxil, fig'on va xurush. Seni karaming jo'sh qaynab turgan bir paytda shu xil odamlar agar fig'on va xurush qilsalar, garchi gunohning haddi poyoni yo'q, garchi meni gunohimdan haddi va poyoni yo'q, aylamasang rahm ham imkoni yo'q. Sen rahm qilmasang ham bunga mumkin emas. Chunki bon lutf saropardasin, kechsang alar karda u nokardasin. Sen bu lutf saropardasini yoyib, gunoh qilganlarni, qilmaganlardan kechmoqchi bo'lsang, bo'lsa navo birla bore muhtaram, aylama mahrum navoini ham. Shu gunohkorlar, shu osiylar agar hammasi navo birla, seni baxshishing bilan, atoing bilan agar muhtaram bo'lsa, ular sen shu yerga navoini ham mahrum qilma. Ermasanga hur ila jannat havas. Navoiga huru jannat bular havas emas. Ya'ni navoining talabi, maqsadi huru jannat emas. Sen anga bo'lg'ilki anga ushbu bas. Sen o'zing navoiga bo'lginki, mana shu navoiga hamma narsa ham hur ham jannat. Umid qilamanki Navoiy hazratlarining matlabiga eshitgan bo'lsak